Kıldım-mikan onum, dünyalardan toydum-mikan onum. Baxtimga siz bo'ling amon, jannatim siz eng mehribon. Rozi qilib qolay jonim onum. Baxtimga siz bo'ling amon, jannatim siz eng mehribon. Assalomu alaykum. Manam Allohga mizorimga shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rishligini, mana yo'ldoshlari barchamiz ham davomlar bilan chiroyli holatda o'tkazib, bir-birlarini hurmat qilib, bir-birlariga suyanch bo'lib, bu o'ylab ota-onalarni qilgan harakatlariga Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki nimalarni o'ylagan bo'lsa, nimalarni istagan bo'lsa, qalblaridagi maqsad muddaolariga Alloh matoatda bilan yetkazdirsin. Iymonlarini mustahkam qilsin. Farzandlarini soliha farzandlar bo'lib, dinni xizmatida, haqda xizmatda bo'ladigan farzandlar bo'lishimiz nasib qilsin. Endi shunaqa holatda ko'pchilik qadrdonlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan, qavmi qarindosh bilan hojoni bo'lib, hojlarda bo'lib kelganlarni ham kuzatib, shunaqa xizmatlarda bo'lishlikni bizlarga nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Gulchiroqli tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim kuningiz zavq bo'lsin. Dilshod opamni aqliga sog' bo'ling. Orhan tog'amni ham. Dilshod opamni o'zi havasini ko'ring ilohim. Aytganingiz. Kuningiz zavq bo'lsin. Kasal bo'lmang. Bizga bosh bo'lib yuring. Rahmat. O'xshang omad.